Hozir jo'jalarni quyoshga olib chiqdim. Issiqda ancha o'ziga kelib dadillashadi. Mana tvorogda kalsiy ko'pligi uchun oyoqlari baquvvat bo'ladi. Ham ko'p kasal bo'lmaydi. Oldiga berib qo'ydim. Qaynagan suv beriladi. Keyin bularga faqat oddiygina qaynagan suv beryapman. Mana hech qanaqa dori darmon yo'q. Mabodo agar ichi o'tib qolsa yo o'zlarini boshqacha his qilsa, keyin dori berishim mumkin. Bular 3 kunligida privkasi bor. Burnidan tomg'izadigan o'sha privkasini qilamiz. Hozir bular 2-kuni. 2-kunda ancha dadillashib qoldi. 2ga bo'lib qo'ydim, bir-birini ustiga chiqib bosib ketmasligi uchun. Bir-birini ustiga chiqib, bir-birini bosadigan bo'lsa, oyoqlari qiyshayib qoladi bular. Kurkalari ayniqsa nozik bo'ladi, kurkaniki. Tovuq jo'jalari esa mana bular tovuq jo'jalar chaqqon bo'ladi, donni tez yeydi. Kurkaniki ishtahasi pastroq bo'ladi. Ishtahasini ochish uchun tovuq jo'jalarini birga ochirsangiz, o'shanda yaxshi bo'ladi. Bular yeyishga tez ozuqaga kirsa, shuncha dadillashib baquvvat bo'ladi.